2007 yılı 6. ayda Avustraliyada açılgan Xalqaro G'o'l hujayra tadqiqot muhokama yig'inida Amerika Oregon Sog'lomlik fanlar universitetining tadqiqotchisi Uyg'ur olimi Shuhrat Mutallibning bu sohadagi bo'sish xarakterlik tadqiqot natijasi e'lon qilingandan keyin Amerikadagi BBC, CNN, Birlashma xabarlar, New York vaqti, Washington Post gazeti qatorliq har qaysi cho'ng televiziya stansiyasi va gazetlarda bas-basda xabar qilindi. Bu haqda obzorlar e'lon qilinib, bu tadqiqot natijasining ilmiy qiymati haqida bas munozaralar qilishdi. 2007 yılı 11. ayının 22. günü Dünya İlim Sohasidagi nopusliq jurnal Tabiat jurnalidan olim Shuhrat Mutallibning tadqiqot natijasi ilmiy maqola sifatida tunji qitim e'lon qilindi. 胚胎干细胞被誉为万能细胞，它几乎可以分化为任何组织的细胞，在医学领域具有极大的应用性潜力。研究小组负责人米塔利波夫表示 If we prove that these embryonic stem cells have great potential in curing many diseases. Mana bu ilim sohasidagi bayqash, bo'sish xarakterlik tadqiqot natija dunyoning joy-joylarida nurg'ulg'an olim, tadqiqotchi, akademik, professorlarni hayron qoldirdi. Bizmi bu xabarni Amerikada anglab, nurg'ulg'an kishilarning qatorida hayron qoldik va dilimiz olamcha so'ynib iftixorlandik. Biz bu xo'sh xabarni tezdan vatandagi qon qarindosh do'st birodarlarimizga aytib, ularning xo'shallik, faxrlanish hislariga o'rtoqlashmoqchi bo'ldik. Men Amerika Washington shtatlik universitetining fizik fakultetida doktor aspirantlikda o'qiyotgan Tursunjon bilan birga bu Uyg'ur olimini maxsus ziyorat qilish maqsadida Oregon shtatining Portland shahriga berishga tutishdik. Ham bu o'yimizni olim Shuhrat Mutallibga oldin xabar qilib qo'ydik. 2007 yılı 11. ayının 13. günü men Los Angeles shahridan Tursunjon Washington shtatidan aeroplan bilan Portland shahriga qarab uçdik. Bizning xushqo'r xiyollarimiz xuddi tizgin serib, hammaning oldiga uzib chiqib, shamoldek chepib ketayotgan tulpardek bizni yangi manzil, iftixorlik, didor g'animat damlariga jo'r qilmoqda edi. Biz ko'nglimizda olim Shuhrat Mutallib Uyg'ur o'g'li ekan, u qachon, qayerda tug'ilib, o'sib yetilgan bo'lg'aydi. Onun qo'lga keltirgan shon sharaflarini ana vatandagi Uyg'ur qarindoshlar anglasa, qanchalik xo'shal bo'lib ketar ha? Balkim Tarim ana bu faxrlik o'g'lanni g'oyibana holda illiq bag'riga bosar. Tangritog' ota kashmishlarga boy yirik alqonlari bilan bu faxrlik o'g'lanning yirik chochlarini silab ketar. Bu olimning kindiqqini tamg'an g'aljatga qo'shna ili daryosi qinig'i patmay ko'ajab oqar. Balkim ana vatandagi nurg'un ilmga tashna tirishchan ini-singillar bu faxrlik o'g'lanning izini izlab dunyo ilm munbirida katta ixtiro kashfiyotlarni yoritib, g'oliblar munbirida jahon ahliga tantana qilishadi. Dilni masxush qilguvchi shirin xiyollar ilkida Portland aerodromiga yetib keldik. Mana hozir biz Portlandga keldik. Bizim bu qadam Portlandga ketishimizdagi maqsad Uyg'ur olimi Shuhrat Mutallibni ziyorat qilish. Oldimizdagi bu qaddi qomati Uyg'ur yigitlarga xos qamlashgan, chiroyidan nur yig'ib turgan qayrindishimizni yugurib berib, qarindoshlarcha mehr muhabbatda bag'rimizga bosdik. Didor g'animat damlardagi yurak so'qishlar aniq anglandi. Armansirgan yurakni tonidi. Lakin tam shu shaxslar qechib chiqqanlarda o'sha shutlarni qurganganda shu shaxsning kelgan qachon lakin tam Joshqa bizning shu yezlarning yetlari nimdan vatandagi otlarga o'xshash, Aşıqdan kelganda adamlar aşıqdan kelib, meyda mashtaq qo'y, New York deganlar aşıqdan kelganlar salgan qo'yadi. Bu yerda mashtaq qo'yadi. Biz yo'l bo'yi zo'q-sho'q paranglashib, olim Shuhrat Mutallibning
illiq oilasiga qadam tashrif qildik. Bo'sog'ida olim Shuhrat Mutallibning ayoli Gulnur xonim izzat ikramlar bilan hamma yeridan kulki to'kilib turgan holatda bizni qizg'in qarshi oldi. Umoq farzandlari Nargiza, Odillarning chuchuk salom soatlari, tatliq qiliqlari bizning tortinish, qo'rnishlarimizni qayoqlargadir yo'q qilib, chehrimizni bahor oftobidek nurlantirdi. Bu qizg'in takalluf, izzat ikromlar bizga vatandagi illiq uy hidini eslatdi. Ma'nasidan qayerdan keldingiz? Qashqarda. Su inerdi pek. Bitar setilgan ғой nemi? Dipim ba daqmış bir qaytmış. Aha. Nag'ra. Ya donuşki muqam bo'lganda. Aha. Winner ketdi. Çayşa olan şey. Olsun soğukta başka. Annem bana Allah çok olmuş. Yolumuzda var. Ego sizi koyup. Anne kızıma da bak şarkı bası bu. Ha. Nergis. Bana yoğurtindir var, kimleri. Günleri indir ekepke. Ha, işte Kiev bugün var. Rahmet. Vay. Resim kağıtı koymayın. Ol. Soğukta yapken. Tamam, rahmet. Oldu şimdi. Ah, kol niyasa mı? Oturun kurbancan çiğimi soyuk et. Ama şey oldu. Gördüm. Yuqashni nim bilan cho'qlan Gulnur xonimning aloyitan rastlagan nozu ne'matlarga mo'l dasturxonida echilib yeyilib mungdashdik. Ko'ngillardan suv ichdi. Toki tun yerimigacha bizning paranglarimiz hech to'xtaydigandek emas. Atanımız hayatı olgan mesela. Allah kandan olduğunu Kazakistan tarafı verip falan da geldik. bu dadamlar hech qachon bormagan yapolmay bo'lsa biroq bularning bovlari kelgan joyda bizda
чоң жұтлар бар. Шу Алжат деген жұт, шу чигарның қишылтылды, ол жер көрініп тұрды деді. Шу Алжат деген чоң жұт ұқсайды, дадан бір немелер түкіратар қарсаң бір 200-300 жыл әдім атқан деді. Шу ешеді неме, дадам ешеді туылған. Мамам болмай ешеді. Алжаттықта, біздің алжаттық дейді. Siz özünüzde kalacak. Мен алжаттық, мен дадам ешетін оған екен, мүмкін мен бағымда мамамның қолды өскен ғой. Біз бірінші нәуір туылғанда ешақ беріп қойдыкен мамамға. Шу дадам өзі Ташкентте мұғалім болып, университетін бітіріп, мұғалім болып. Шу Алматыға келіп ешеді іштілген кен. Ешеді іштілгенде әдемден ешеді өңініп, оның екен мен туылғанда беріп, алжатқын беріп, апам дейме, мамам не апа дейме. Апамның хәді дейме. Сіздер мешақтарымда? Bu akbal g'uljil ko'proq. Dadamni o dada deymi, biroq apamni hada deymi, o'sha hada deymi. Nima, mamamni apa deb chiqdi. Men aytgankin kichiklar hammasi apa deydi. Mamamni apa deymi. 7 yoshgacha bo'ldi buni qo'lda o'sgan. U g'ojatgan juda 100% nimada Uyg'urlar. O'rislarni biz ko'mgan edi. Bizni qishimizda Chigarvadi O'rislarni kiyimlari, askarlar kelib, shu yoqqa berib O'rislarni ko'rdik biz. Bu bo'lani chashtirib, zirhkada. Birinchi qada ishlab yurgan. O'risni bilmasdi vaqtda. Uyg'urcha maktabda hojatdim men. Kelib mana shu 7 yosh vaqtda ketgan Olmaotaga. Olmaota bilan G'ojatning oraliqi qanchalik? Bir 300 kilometr bor edi. Xilba. Shu ishni 7 yoshga kirganda maktab, o'rischa maktabga kirdim. Shu vaqtda men o'rischani ketgan. Lekin mamamdan babam chiqsa chidamay men ketganligim. Men bir yildan keyin chidamay uylarni setib o'tib, babamlar bir yildan keyin kelmadi. Uylarni setib hojatdim. Navrimizning qishim turimizda. Ular kelgandan keyin o'sha biz nimada Avod degan u Olmaotaning qishida Avod degan jit bir 20 kilometr. Umi sappa nima Uyg'urnikida 70% Uyg'ur deydi. So eshakda uyli eshakni maktabga kirgan, babamning nomida qo'lda endi ustimda. Biroq opam dadamlar qishida turadi, qo'shna 13 nimni bitirib klassni ketkichi babamning qo'lda o'sgan. Dadam hojat o'sgan o'rischa bilmaydi, yanglishqa O'zbekistonga berib, o'zbekcha yaqin deb o'zbeklarni o'qigan. Biroq keyin ishlagan darabini kimda o'rischa maktabda ishlagan. Opam maktabda ishladi. Bizda hammasi bir maktab, 1-klassdan 10-klassgacha bir maktab. 10-klassni shu. Ish Avodda bitirgan. 18 yoshga kirgan nimaga ketadi u bizni military armiyada 2 yil 79-yilda ketgan armiyaga. Belarusiyada men armiyada bo'ldim. Armiyada 2 yil, undan keyin ben bitaganda berdi, armiyani bitaganda University of Special Program. Işte men Moskvaga kelib qolgan. Moskvaga kelib Timiryazev Agriculture Academy. Special Program o'tadi. Shu vaqtdami siz shu mayislarga ish bilgandami? Shu vaqtda men shu Sovet Unionida birinchi stem cells nimadan chashqandan chiqarib birinchi Kaymerovani qilgan shu vaqtda. Koloniya emas, birinchi qadam siz qilgandan. Birinchi qadam Russiada, bo'lsa US Englandda qilgan 2 yil burun. Men o'shada birinchi qilgan Russiada 25 yil bo'lgan o'shda. Nurg'un nimalar professorlar chiqqan o'shda laboratoriyaga. O'sha Jimmy Thompson deb adam o'sha nimniki human stem cell olgan mushmush bizning laboratoriyaga chiqqan. Postdocni ishlab qilgan. O'sha Don Wolf. Hozir siz ishlayotgan o'rin laboratorymi yoki university? Qarab baxsam research laboratory deganlar turadi. Bu National Primate Research Center. Uning bir 10 yil buruncha o'zi nima deganda separate unit. Undan keyin o'sha hamma primate centerlar universitetga qo'shilib ketdi.
Qaysi üniversite? Bizde hazır Oregon Health Science Üniversitesi kursak, şundaki 7-8 Research Institute var ya. Şu bizde bir institut. Onu üniversiteye hazır research kılanmaya okumak kılıklarından Medical School okudu. Bırak biz Research Center'da biz studentlar yaptık. Ayağınızla qanday tanışkan? Nimge kelgende YouTube'da bir yıl oldu mu, bir yıl oldu mu işleyatqanda bu Gülnur'un kitapçısı, yani kitapçısının kelimesi yoldaşı Moskov'dan Ninkapı'da prova. Şu YouTube'da University, Brigham Young University degan. Çoğun üniversite. YouTube'da. Bırak o başka şehirlerde. Kırba. Bak biz aralışıp durattık da. Uygurlar olan kimden yakın, en yakın Uygurlar şu weekendlarda berip, zamanla yep. Bomsi yalnız duratındı. Şu onunkin şu Gülnur kepti de Kazakistan'da. Şu elime tanıştık. Meşhedi öğlenken. Şu YouTube tağında Las Vegas'ta berip, hepsini işik başında. Kışın oluyor Las Vegas 7-8 saat. Bu toyumuzu Kazakistan'daki Uruktuk kalırlar. Onunkin berip biz aşağıda kıldık toyunu. Onunkin berip Bomsi ben Gülnur'un aklımda hatırlıyorum. Gülnur minikten hep berip konuşup şeyde çoğun toy emas, çayla eğlendik. Nega Gülnur'un akılları adlarını kiyip İpadın Gülnur'un kendindirme boğuları çoğun Uygurlarının hizmetlerini kapan. Şu çoğlarning qo'lida turdingizda, shu vaqtdagi shularning tarbiyasi sizga singdirgan tarbiyasi qanday bo'lgan deb. O'qsang odam bo'lsa, yaxshi o'qsang osmon qaraymi, az o'qsang yer qaraymi deb kichik tashlatadi. Siz uyda necha balo? 4. Mening cho'ng o'g'lim, meniki singlim bor Ayshem degan. Uniki Maysam, eng kichigi o'g'il Shavkat. Bizni hozir bilishimiz nima? Maysam hozir MITga kirib, ashada fikrat turib ishlayotgan birdan-bir Uyg'urda, undan burun o'quvchilar kirgan deb angladik, lekin rasmiy to'liq program kirib PhD yoki undergradniki bachelor olganlik qilmaymiz, lekin bundan keyin bir sayt ishlayotgan birazini o'qimaymizda, hozir anglab boqmayman. Balki bo'lganmi shu lekin anglab boqmadim. Shu bizning anglag'imizda hozir shu Maysam ashada ishlayotgan birinchi Uyg'urda MITga kirib, shunday top researchni qilyapman. Bundan keyin siz nerda hozir top research qilyapsiz? Endi vaqa sizningki qilayotgan research va tadqiqotda endi men nurg'unga odamlar masalan Science-ga chiqdi, Nature-ga chiqdi, hamma butun dunyoning axborot vositalari e'lon qilindi-da. Lekin e'lon qilgan bilan endi biz aytayotgan scientific bu bak ilmiy, nurg'unga odatdagi odamlar tushunmaydi. Masalan, kilon degan nima, stem cell degan nima, buning nima foydasi bor, qanday qil degan masalan, shularni siz oddiy qilib tushuntirib berasiz masalan. Siz nemish qildingiz, uning nimaga foydasi bor? Bu kilon degan, kilon qilish degan zot qanday degan gap. Nemish qildingiz, uning nimaga foydasi bor? Bu kilon degan, kilon qilish degan zot qanday degan gapdi. Bu hojera degan mashni qilgan differentiation bo'lgan ekan ko'paydi. Biroq stem cell уже qolmaydi. Bu boshqa nimada bo'lib ketadi. Boshqa narsa o'zgaradi. 20 yil burun shu chashqanda biz ishni chiqarib nimada shu Petri deyishda o'stirgan. Bu bo'lsa hech kim bilmasdik qol. 10 15 20 ming jin bor, biroq
90%ni bilmaymiz, nima qildi bu jin, nima bo'ldi, buni ivatsak nima bo'ldi deb. Shu stem cell bizga nimda yordam qildi. Endi nima qilib hozircha 10 ming jinni bizni bir tavdan yo'qotib, qarab tashqanda nima bo'ldi, qayerga yetmaydi. Işte qilib qarab biz shu jinniki function bilmizda, bo'lmasa bilmasdik nima qilgan. Shu u dedim ki, shu 20 yil bo'ldi. Bir yil shu 3 nimaga scientistga Nobel Prize berdi. Shu stem cell chiqarganlar. Tashqaniki. Yutada ishlaydi. O'zimizniki qayda biz chiqlik bo'lganda biz stem cell bo'lardik. Hozir biz cho'ng bizda yo'q stem cell. Shuni biz necha yil bo'ldi izlayapmiz. Biz shu patient qolmuş ağır qadamki hechniki embrion stem cellni qaydan chiqib beramiz. Uni shu hozircha cho'ng odamda hech qanday stem cell yo'qsa, bu cho'ng nima adult stem cell bor, qonuniy stem cell, biroq embrion stem cell yo'q. Shuni biz reprogram qilamiz deb maqsadimiz bor. Chiqishi bo'ldi. Maymun yaqin bo'lgandan keyin siz maymunda qon. Shuni biz shu klonni biz maymun klon qilamiz nimda? Biz biroq shu tuxumning nukleusini silib reprogram qilib, eng kichikroq nima chiqishlik embrion bo'lganda shu stem cellni chiqarib. Yani bu degan nimniki shu og'ir qadamning terisidan kelgan bo'lgandan keyin shu o'ziniki 100%. Bu ham stem cell Mo'shadanki shu og'ir qadamniki o'ziniki. Boshqa zaxirada ishlatdi. O'xshash. Endi shu stem cellni yurakmi boshqa birlarniki celllarni yasab. Lekin siz stem cell degan shu 2 kunlik bo'lgandalar yo'qolib ketdi dedingizda. Shunda olganda hozir menikidan stem cell chiqarmaysiz, qanday chiqarasiz nazariyatga? Shuni biz bizning reprogramming deymiz. Buni programmasini shu nimniki terniki bir cellni elib, buni embrion qilamiz, embrion. Uni qilgan uchun biz boshqa odamniki tuxumini elib, shu tuxumning ichidagi nukleusni chiqarib o'tamiz. Uni shu terniki nukleusini solamiz. Bu solgandan keyin bu tuxum xizmatda o'ziniki emas degan. Biroq reprogramming qilaverdi. 3-4 kundan keyin bu teri bo'lmaydi, fibroblast. Bu embrion bo'lib qoldi. Shu early embryo cell. Eştaqda reprogramming deganda bu stem cellni chiqarish. Eştaqda bu lekin u yerdan chiqarilgan stem cellni boshqalarning tuxumga sat qo'ygandan keyin yani mening stem cell bo'lmadi-da, uni boshqalar tuxumdan keyin ma'lum alaydiliklar kirib qolgan mumkin. O tuxumdan DNA keldi, mitochondria degan DNA. Biroq u function is not too much. Moshaqcha u tuxumdan kelgan DNA nimaga mayda? Immune rejection. It doesn't play much role. Klon stem cell qilgan o'zimizning o'xshash. Boshqaga o'xshash. Ham nisi 100% nuclear DNA. Hozir stem cell degan g'ol hujayra bo'ldi-ku. Bir odamda faqat bir g'ol hujayra bo'ladi vaqtida. Shu stem celldan faqat birsi bo'ldi degan gapmi? Stem celldan nurg'uni bo'ladi ekan. Lekin u stem cell deganda shu haliqi siz to'ralma alatdagi vaqtimizda dastlab tug'ilgan vaqtda shu vaqtda mavjud bo'ladi ekanda. Shu deyman, shu bir xil bir islam emas, nurg'un ham bo'lishi mumkin. Shu vaqtdan keyin hamda yo'qolib ketadi hamda. Keyin boshqa narsaga taraqqiy qilib ketib yo'qolib ketadi. U vaqtida shu eng dastlabki shu stem cellni odam tug'ilgan vaqtidagi hamda shu stem cellni chiqarib olsa, bundan keyin boshqa sellar qo'shganda, masalan, yuraknimi ashunday yasab chiqil bo'ldi, qo'lnimi shuni yasab chiqil bo'ldi degan gap. Durust. Endi biz qilganimiz biz hozir cho'ng, bizniki qo'sh kezimiz yo'q. Biroq biz o'zimizniki shu bir tavnimni kletkin cellni reprogram qilib o'zimizniki stem cell chiqimizda. Soatni kayniga yondirdik degan gapda. Bir tavni elib,
bir tane mening hozir 40 yosh bo'lsam, meniki cheramniki kletkasi 40 yosh. Biz uni keyingi biroq 3 kunlik qilamiz. 3 kunlik holatga keltiradigan gapda tug'ilib odam 3 kun bo'lgan vaqtidagi holatga keltirib, shu vaqtdagi stem cellni chiqarib olamiz. Vaqtida shu vaqtdagi stem cell, embrionik stem cell shu vaqtda bo'ldi. Bo'lmasa, ya'ni 3-4 kundan keyin yo'qolib ketadi-da. O stem cell hamma narsaga o'rtaq bir xil bo'lamdi yoki masalan yurakning stem cellsi bir xil, qo'lning stem cellsi bir xil. Durust. Bu stem cell degan har turli bo'ladi. Embrionik degani eng birinchi stem cell. Biz buni tuxum bo'lsa, bu urug'ga kirganda tuxum birinchi embriyo bo'ldi, bir cell. Uniki bu 2 cell bo'ldi, 4 cell, 7, 8 yoshga ketaverdi. 15 bo'lganda har bir talash selli hamma nima qilgan bo'ldi. Hamma tissue organs. Birmuncha tissue'da bizning terimizda stem celllar bor, biroq embrionik emas. Kesib olsa sahiy ketadi-ku. Bu sahiy nima? Stem celllar shu nimada. Biroq bu stem celllar teri qildi, boshqa hech narsa qilmaydi. Nurg'un yerimizda bu stem cell yo'q. Amashqa biz shu embrionik stem cell bo'lsa, embrionik stem cell hamma nima bo'ldi. Neyronmi, yo yuraknikimi, yo qonnikimi hamma. Bundan keyin aşağıdaki embrionik stem cell asosan qaysi stem cell yurakning qaysi stem cell boshqa a'zoni deganda arvog'i bo'ladimi? Kelgili bo'ladimi? Hozir uni adult stem cell deydi. Cho'ng odamniki stem cell bo'ldi. Tipatida hozir shu buncha nimniki muscle-niki stem cell bo'ldi. Lekin siz masalan maysning chashqanniki deb tilaydiz shundami? Onun için tadqiq qildik. O'shalardan keyin chashqanniki stem cellniki qaysi chashqanning yuragi bor bo'ladi, qaysi chashqanniki jigar bo'ladi deganini siz bilib qoldingiz. Hammasini emas, biroq bilamiz nurg'unni, ko'psini bilamiz. Biz bilamiz, qaraymiz shu uni chashqanniki genom, uni odamniki, qaraymiz qaysi genlar o'xshaydi. Kichkina nimasi bor, o'zgarishi, biroq bilamiz o'xshaydi. Biroq biz adam bo'lgan keyin nurg'un chashqan emasda. Chashqan emasda. Nurg'un bizniki genlarni biz bilmaymiz. Bu nim qildi bu gen, qanday ishlaydi degan chashqan qaraganda murakkabda. To'g'ri. Xeyli tushunib qoldingizmi? Demak, klon qilish degan shu gapmanda. Klon degan terniki bir xil selni elib, yana tuxum qilsa, u tuxum urug'i yo'q, biroq buni aktivate etamiz. Bu embriyo bo'lib qoldi. Xuddi shu normal embriyo bo'lgandek. Mumkin bu embriyoni salsak, допустим, uterusga. Bu embryo, bu implant, it could be organism, it will be born. Tuxumniki o'zniki nimsini yeydi? DNA'ni. O'sha nimdan terdan kelgan DNA'ni salsa, u tuxum nim qilaverdi, embriyo bo'laverdi. Bu embriyoni nim kichkina 5-6 kun bo'g'icha nim qilib stem cell chiqarib bo'ldi. Biroq bu embriyoni nimaga salsa, Balyatqo'ga. Shu klon bo'ldi. To'g'ri. U sizniki deb qo'shgizak, biroq bu cho'ng patient tug'ilgan, yangi tug'ilgan bo'ldi. Bu kinoda emas, bunaqa men 40 yosh bo'lsa, bundaqa qilsadir, men o'xshash 40 yosh men ikkinchi shuhrat bo'ldi, bunaqa emas. Uni
Ең туылған нем болды. Yeni tug'ilgan sho'krat bo'ladi. 40 yosh qilish uchun 40 yil bo'lish kerak-da, 40 yosh kirish kerak uni. O ешқачан menga o'xshaydigan bo'lmaydi. Boshqa o'zgarishlar bo'ldi, biz deymiz, menga o'xshash bo'lgan bo'lishi kerak. Bu embriyo meni o'xshashla ömrünü yashash kerakda. Meni o'xshashga odatda yashash turish kerak. Mamamdan qishida turish kerak. Eşmay aytgan chaylarni ichib, alamandan yeb, men degan shu vaqtda o'xshaydi. Biroq bu bo'lmaydi. Hozircha men kelib hamburgerlarni yeydi. Boshqa bo'ldi. U degan lekin ularningki badaniniki tish yo'llari, qon, DNA'lari o'xshaydi-da. Qon DNA'lari o'xshaydi, biroq Yashash jarayoni o'xshamaydi. Yashash jarayoni o'xshamagan ekan. Niye? Loyi jihatda o'xshamaydi deymizda, lekin moddiy jihatda o'xshaydi-da. Biz nima deymiz? Hozir nimada biz hayvonlarni klon qildik-ku. Biz eshitib o'ylagan klon qilsam bizga o'xshaydi. O'xshamaydi ekan. U degan jinlar har turli bo'lganda bizda da hozircha biz bilyapmiz. Biz apamızdan, dadımızdan bir tabın alımızda jin. Mesela şu çiçim qarı olsa, qarı qilgan jin deymizda, bir dadamdan keldi, bir apamdan keldi. Biz bu ikisi bir ishlaydi deb o'ylaymiz. Unda emas-ki, bir ishlaydi. Birinchi bir ishlaydi, birinchi ikki ishlaydi, birinchi ikisi ishlaydi. Har turli bo'lganda qanday qilib nima qilgan bilmaymiz. Аңышқа her türlü clone bo'lsa the same genes, but phenotype could be different. Bir o'xshaydi u. O'xshaydi. Demak, masalan, sizga o'xshash qilib klon qilgan taqdirdami, yana turqingizmi yana o'xshamaydi degan gaplar. Turqim o'xshamaydi, fikrim o'xshamaydi, nurg'un nimalar o'xshamaydi. Аңышқа klon qilgan keyin u Hitlerni klon qilsa Hitler bo'ladimi? Hitler bo'lmaydi. Demak, bu yerda yana bu klon degan bu haqiqiy ma'nodagi klon emas ekanda? Emas, bo'lmaydi. Buningda yana biz bilmaydigan nurg'un sirlar bor. Nurg'un. Misol olsam shu nimniki qollaniki klonini qilmizda. Unda birinchi qollar bo'ldi-ku, meyerda oq, meyerda qora, yoki meyerda oq bo'ldi. Bir mingizmanda, bir mingizmanda. Klonni qilsa unda qolmaydi. Meyerda oq bo'lsa, oq emas. Mümkünse bir mümkün olarak olsa demişke bilmeyimiz. Bomsa klon, bomsa DNA'ya kararsanız 100%. Hayvanlarda işte. O'xshamaydi klon. Bunda da hozir endi mushularni sizning tadqiqotingizga birlashtirsak, siz qanday qildingiz deyman, bu sizning natijangiz nima qanday qildingiz? Siz primatlarni qildingiz hozir. Shu qanday bo'ldi demoqchiman. Biz hozircha qilyapmiz buni kloningning shiqchiti bo'ldi, biz reproductive cloning deydi. Reproductive degani shu whole clone. Shu hayvon qilamiz, bo'lmasa chashqan, bo'lmasa qo'yni klon to'liq qilinish. O'stirilganqa. Terapevtik cloning degani biz bunda whole organizm qilmaymiz, biroq eng 3-4 kunlik embrion bo'lganda shuni nimalarni qilib chiqarib, kletkalarni nimaga selib, petri dish, stem cell qilamiz. Stem cell o'ldiramiz, o'sha qilib saqlaymiz, stem cell qilib. O'ltirsangiz 100 yil o'tadi. Abi ham siz stem cell deganni saqlab olmaydi dedi. Embrioda saqlagan bo'lmaydi. Organizmning ichida saqlagan bo'lmaydi. Va biz chiqarib olsak, a'shqa bu stem cell deydi. A'shqa biz o'rganmoqda bu narsani chiqarib saqlab olgan. Uni to'xtatib olganqa ketmasin deb. Biroq to'xtatib olgan kun bir yil tutmaydi, multiply. Biroq stem cell turibdi. Biz buni boshqa sog'liq uni ishlasingizlarmi, yana 3 kundan keyin yana o'ladi degan gapda, uni siz to'ngilib olsangiz, u ishni bo'lmaydi degan gapda. Ya biz polnisma biz nimaga qo'yib olsak, bir special artificial system. Biz bu stem cellni biz deymiz, we locked it on stem cell. Bu stem cell clear'di, o'z-o'zini clear'di.
Biroq biz uni ruxsat bermaymizda boshqa sel qolgan. Narsaga aylansa bo'lmaydi. Ya'ni, boshqa biz ishni saqlab olamiz. Bizga stem cell kerak bizga. Biz buni saqlab olish kerak. Mumkin saqlab olgandan keyin o'sha bir tav chashkini chiqib qilamiz, to'q qilamiz, ishda qilib nurg'un qilgan bo'ldi. Mumkin to'g'ri olamiz. Mumkin bir 10 yildan keyin kerak bo'lgandan keyin chiqarib yana o'stiramiz, nurg'un qilgandan keyin undan keyin o'sha yetdi degandan keyin biz nimsini o'zgartirishimizda conditions shu vaqtda ularga ruxsat beramiz. Endi yurak qo'ysam bo'ldi. Ondan keyin jiq yurakning keyin nimsini qilib, for example, shu patient qilsak bo'ldi. Bu endi bu patientga o'znikida. Shu ishni hozircha biz o'ylaymiz, shunda og'riqlarni saqitqin bo'ldi, manda og'riqlarni saqitqin. Biroq endi 15-20 yilda biz shu nimni stem celllarni og'riq emas, biroq qiyrilganni to'xtatish mumkin. Bo'lsa, bu degan nima bo'ldi? Embrionik degan. Biz qiyrilgan ko'nrab ketgan klitkani, nimalarni, celllarni replace. Ko'nrab ketgan hujayralarni boshqadan yetishtirib, yangisini almashtirib, odamning qiyirishini to'xtatib bo'ldi degan gap. Qiyirgan degan nima? Shu o'zimizniki biz yangi stem cell ishlatgan bo'lgandan keyin ketaverdi, qiyirdi, kelgandan keyin qiyirib biz 70-80 yoshga kelganda shuncha qiyirib ketadi. Og'riq degan keyin nima og'riq? U nimdan cell cannot reproduce. Biroq hozir biz o'rganib oldik. Bu qiyirtmaydi. Bu qiyirqa 80lik bo'lsa-mu biz 2 kunlik, 4 kunlik o'qigan bo'ldi. Bu nimni cellni. Biz уже qilmamizda. Biz qiyirgacha, for example, hamsiga qilib beramizda. Hamsi o'ziniki berib, to'ngiltib nima qildi. Qaysi celllar nima stem cellni jiq to'ngiltib saqlab qo'yilgan emas. Har bir odamniki. Odamni saqlab qo'yish kerak. Agar bir odam tug'ilgan vaqtida saqlab qo'yish kerak dema endi. Uni tug'ilganda bo'lsa, kishining cho'g'ig'anda ya, uni doesn't matter. Hozirchi biz kichik bog' bo'landi yo bo'lsa qiyradan bo'ldi. Barabar biz soatni keyin xatir olamiz. Boshqa hozir of course yosh bo'lganda sen qolsang bizning life insurance deymiz. Masalan, shu bir odamning qiyib ketganining oldini olish uchun uning yangi hujayralarni almashtirish kerakmi? Qanchalik miqdordagi bir narsa ketadi shunda? Uni bilmaymiz-da. Uni hech kim qilmagan. Hozircha biz bu degan ming'ilgan nimlar scientistlar qilish kerakda har bir nimniki fieldda. Hozircha bizda uni shuni to'g'ri bo'ladi. Hozircha bilmaymiz ishni qilgan. Biz bu stem cell'ni adam o'stirmaymiz. O'smaydi ulardan. Stem cell degan butun organizm qilmaydi. Biz deymiz totipotent cell deydi. Bu stem cell'dan yuqoriroq. Totipotent cell degan shu odamda qilgan bu. Endi shu sizning hozir tadqiqotingizda endi dunyoda masalan qanchalik odam bu tadqiqotni qilyapti, qanchalik professor yoki boshqa kimlarning oldin qator turyapti shunda. Ancha nurg'un emas reprogrammiya soatqani. 7-8 bog'da shu laboratoriya US'da. Naytda kelgusi bir tadqiqotda bu. Nayt yaxshi. Hozirchi bu texnik boshlanishda research deymiz. Sizning bu tadqiqotingiz shu boshlanishga bir yo'l ochdi degan gap. Durust. Shu
eng birinchi nimalarda steplar qilyapmiz. Boshqa hozircha eng chong problem bo'lgani shu reprogramming deymiz. Undan bu stem cellni chiqarib olgandan keyin undan keyin boshqa nimalar bor. Undan keyin qanaqacha buni yurak qilgan bo'ldi, qanaqacha undan keyin qayiq saqlan bo'ldi, qanaqacha saqlan bo'ldi. Ular endi tugmaydi. Hamda qilingan tadqiqotlar. Bilan arab yo'lida video keşif etdik o. Oy umri gitti. Nasıl elçilik qiladi? Qilmaymiz mı? Ha, qilamiz. Çıkıp geldim Yılkısıyıp kulağımda Çıkıp geldim Yılkısıyıp kulağımda Minni taşıdın canan Ateşlik bırakma Ateşlik bırakma Beni taşıdın canan Ateşlik bırakma Ateşlik bırakma Ateşlik bırakma Akşamdi çiçek açtı Ateşlik bırakın Akşamdi çiçek açtı Kol tutup seninle birler Her canda devan açtım Her canda devan açtım Kol tutup seninle birler Her canda devan açtım Her canda devan açtım Şanssızca onu. Kondak diye. Tüken kimi terdi Yaşlardı güzel bağlar Açtıkken kuşak bizge Zekirkem içil çağlar Zekirkem içil çağlar Bu tıkılma. Vay, Şöhret Kalmar bugün etken çayıptı.
Bu sizin şu nimeniz kırdık mı azı? O'sha Primate Center'daydi. Maymunlarni qismishni ishlatmadimi? Shu jiraxt bir edi. Bizim evde laboratoriyada. Yani West Campus'taydı o ikisinin. Bir de 3 institutta da şu Primate Center, onun kilmeydi. Neurological Institute'daydı. Neurological Sciences. Yani Vaccine and Gene Therapy Institute. Onun bizdeki Primate Center. Evet, buğula vakit. Buğula bağ evet. Maksimden kılsana. Şu bizim ofis. Hadi bu kadar tecrübehanımızdan ahvalı to'g'ri so'zlayapsiz. O'limi qanchadan bor, siz qachon topshirmoqchilar, qanday qilyapsiz? Bizim laboratuvarda hazır benim bilen 9 adam hazır laboratuvarın direktörüyüz. Benim 3 grup vardı. Hazır mesela kostüme bir grup embriyoloji projesi işlerinde şu muamelelerindeki tohumlar bilen, embriyolar bilen işte proje başlamıştı. Onun için yan bir grupam bu nimden işleydi. Stem cell, bu bizimki bir ciddi de laboratuvarındaki. Yedim şu embriyonik stem cell işte projelerinde işleriz. Onun için üçüncü nimsi biyomimik laboratuvarındaki moleküler biyoloji. Yerde DNA, RNA, expression projelerinde. Şu hazır tübün 3-4 yoğun projeler var. Şu bu 20-30 yıl olan laboratuvarda nurg'un nimlar chiqqan laboratoriyaning professorlar. Bu şu 80-yil bo'lgan laboratoriya. Jamie Thompson degan şu adamning stem cellni birinchi chiqargan 97-yili. Şu laboratoriyada postdoc işledik. Hazır 20-30 profesör varmış, bir şey çıkartmışız.
bundan keyin sizning qo'lingizdan nurg'un postdoklar chiqdi degan gapda. Hozir mening qo'limdan postdok birinchi chiqib, hozir nimada Stanfordda professor bo'ldi. Endi bu yerda texnik yaxshi bo'lib, bizning bu yaxshi laboratoriyada. Bunisi meniki shu nimam postdok 3 yil bo'lganda, ularning işte projekt var o nimde Stanford. Şunu sanma nimberimiz, profesörlerimiz hep ekettik. Bunun mevzem medleni nimklap training club birinci projekt labadi. Postdok degan işte bir güzel 3 yıl işler mümkün ketadi. Biroq men nimlar bor, research assistantlar, associate bular ketmaydi ishlar yurdi. Sizning bu keyincha universitet nomini faculty professor bo'ldi. Hozircha mishada associate professor bo'ldim. Tenure qo'ydi. Bu yangi laboratoriyani qurib, bu hamma nimlarni ko'chish kerakda. Buncha bir yil ketadi. Bu yerda hozir nimlar maymunlarni ishlaymiz deb men o'sha odamning tuxumidan ishlaymadim. Nimam bor, proyektlar bor. Bu yerda bizning laboratoriyam bo'lgan bilan hamma nimam bor. Biroq shu odamning tuxumi bilan odamning umrida ishlamaymiz. Ruxsat emaydi. Biz hamma nima federal moniya olgan bo'lgan ekan, implementga. Bizning kompyuterimni ishlatmayman-ki, bo'lmasa o'ynayishim, yo bo'lmasa buni pensilni deydi, buni nimniki aqchisi olgan, hamma nima private bo'lishi kerak. Boshqa yangi laboratoriya ochganimiz, uni downtownda private building ichida. Ichida human lab. Onunki puli federal fundingdan kelmaydi. Ya, o private keldi. Private hozir. Buni adam ishlatsin. Yashad ishlatdi. Şeyde bırak yerde hemsini yandan tatip iş gerekti. Hemen yılış gerekti. Mümkün şu işler adamların hemsini ekleip bana üç gerekti. Şu şirket ettiler. Şu eşi laboratuvarını açtık. Yaxşı oldu. Bunsa ben yerleştik diyken ben maymun işlerimi mezunuyum ki human project'lan kurmaya devam açmamaya da üniversite insan vardı. Ya laboratuvarı çıkarmıştı. Şu anda işler bıraktığında ki ya onu bizim private taptım. Ben hazır patent var. Şu patentni license bir exclusive license bir company aldı çıkıp onu ağandıkken ula in return funding oldu. Şu an şu private laboratuvarın 3 yılda hemsini kurup 3 yılda akçını yapıyoruz. Onun kaçılık budget hesaplarız? Bunu humanların bir yıl budget $2 milyon. Onun deken ikinci, üçüncü yılı 1,5 milyon devriye. Şu bir 5 milyon oldu. 3 yıl 6 milyon oldu. 3 yılındaki budgeti. Zaten üniversitede ders mi ötemizsiniz? Ders, hazırcı yok. Bırak hem de kegen yılı ders vermem koydum. Yine nimi kovan, geçen yeri kovan, bu ders verdik. Bunun vakit yok, bırak dersi. Ders ondan şu PhD bağlı olursun. Müştak oldu. Mümkün şeyge bizimizdeki PhD programını açmayı devam etmeydi. Burası bizim bilmeydi, Primate Center'da yok PhD programı. Ve nimede var, o üniversite aşkı bula PhD falan. Evet, biz PhD istiyoruz. Daha hazırlıkta sizin meğerdeki primate'lerdeki çıkamaklanıcı var. Budgeti 1 milyon bir yıl. Bizim yemin var. Şöhret efendim, siz muqaddam tadqiqot natijalaringizni e'lon qilgandan keyin dunyoda nihoyatda g'ulg'ul qo'zg'adi. Ham sizning Uyg'ur ekanligingizni bilgandan keyin biz bu nihoyat sizdan faxrlandik, ham g'ururlandik. Shu internetlarda voy bu Shuhrat Mutalib Uyg'ur emasga degan gaplarmi bo'ldi-da. Buni qanday o'zingizning og'izdan bir gap anglaydi deymiz. Uyg'urman. Apamdadan Uyg'ur bo'lgan Uyg'urman. Biz Qozog'iston Olmutniki Uyg'urlari.
bundan keyin bizning vatanda endi sizning kasbingiz o'sha biologiya kasbini o'qib, yaxshi o'qigan bolalar bor endi. Shularning sizning qo'lingizga kelib o'rganish fursatlari bo'lamdi. Bo'ldi. Agar bo'lsa, endi qanday shartlarni hozirlasa shu bolalar, hozirdan boshlab nimalarni o'rgansa, undan keyin o'sha kelish fursati bo'ladi. Hozir PhD programlar bo'lsa, shu stem cell biology, molecular biology, postdoctoral fellowlarni shu yangi PhD'ni qilib, yana bir 3-4 yil treyning bo'lib ishlayapti. Agar nurg'uni kelganlar ular ekspert emasda, bir boshqa proyektlarda ishlagan. Biroq biz men kelgan treyning bo'lgandan keyin 1 yil, 2 yil ularni treyning qilib stem cell biologyda. Kelganda bo'lsa kelganda ular hamsi nimamiz shu specifically stem cellni o'qigan bolalar. Nurg'un bizga kelgan boshqa proyektlar biologiyada. Biroq menga biz ularni 20 yil, 1 yil treyning qilib, uni texniklarni o'rgatib, mumkin o'sha proyektlarni qilib, bir proyektni beramiz. Yıldan keyin 3 publication qilib, strong publication. Nasıl aşağıda PhD'likte o'qiyotgan bolalar bo'lishi kerak bu yerga kelish uchun. Ya bizning hozir bu yerda PhD o'qigan program yo'q bizning mening laboratoriyada. Biroq biz PhD'ni bitirib, yana olgan PhD bo'lsa, shu men undan keyin ish qilamiz. Oyoqda PhD'likni bitirib bo'lgan bolalar bo'lsa, postdoctorga kasb bo'ladi. Postdoctor kasb bo'ladi. Hamda masalan, bir postdoctorlik kelish uchun siz bilan bevosita aloqa qilish kerakmi? Applicationni nima qilsa, ishga biz olamiz. Men hozir chiqish adam oldim. Laboratoriyamiz yo'g'onlayapti. Oyda yana ikkinchi laboratoriya ochiladi. Bolaları application evetse biz taraf bunun için muvaffak olsa özümüz nime vizlan ip hemen hepsini ip kılınız. Biletlerini girip hepsini veririz. Başka yerden gelen bolalarını hepsini ben büyümde durdu çıkışkın, kemede apartman tipirmez, onkin meniki ayağımın nimleri var. Bir yot kalları bir nimlerini berdi kan, kaçık olmuş, işte hepsini yük vermez. Family olsa, family bilen ekip hepsini orunlaştırıp işletmez. Nasıl şu vatandaşlıktaki şu programını kögen balla, eğer PhD'likni bitirip postdoktorlukta okumakçı boğalla, şu Şöhret akımız bilen bevasıta e-mail arkalık alaqılasa, yakımızı Gıval.com torbetinin başkurucuları bilen alaqılasa, kelgüsü de belki Şöhret akımızı okşaş, şu işxanaga kelib bilim elish imkoniyati bor degan gap. Bu fursat. Shunda xiyolda bo'lganlar aloqa qilishinglarni umid qilamiz. Endi men advertisement qilganda shu bilib olgan mavzu qo'yay. Flashda job posting qilsanglar. U texim yaxshi. İşte onun kendi nima emas, mening labim emas, biroq işte job postinglarni boshqa yerlarda nurg'un bo'lmoq, postdoctoral fizikani ishlayotgan bu biologiyadan peşak qo'ysa, onun keyin bolalar ishini o'qib bilsa, qayerda bo'lsa, birinchi xil bilmaydi, qayerda qanday topamiz bu ishni, birinchi xil işte tunishlarni topganda. Men mesha kelganda tunishlar bilan o'rganam. Dedi işte bir program var, işe yaz deb. Onun sözüm yine Moskvada olan bilmem ne qayerda. Onun için recommendation dedi. Ular başka recommendation bo'lsa, buncha xil ishnim, ishlamoq qiyin bo'ldi. Bu sözüm yaxshi bo'lsangmi. Şu an biz meyda özümüz recommendation bersa, bilmaydigan odam bo'lsa qiyin bo'ldi.
Nasıl bu İngiliz tili mi mühim bulamdı belki? İngilizce bölümsü kep koy ügünmez. Bir yarım yıl yaşlarla bir nemi mümkün. Bırak hemsini bilse, meyke olayla ketip de meyde nemi kegen de ançı bilmezdim İngilizce. Şu bir 20 yıl kinalında onu geç sözünü okumağan diken projektlarını kılış gerekti. Ve keliş için şu imtihanlardan ötüş şart mı yoki ulardan ötmüsü mü İngilizceni sözleyerdise, düşünerdisi bulaveremdi? Düşünerisi bulurdu, onu südek bilişken kemez. Bırak okuşunu bilip, İngilizcini, düşünüşünü, mümkün sözlegenlik için düşünüşünü. Bunun sırasında siz Uygurcanın ait roman sözleydikensiz, mesela şu destek gelgende İngilizceni degende sözlerimiz var. Biz Uygur balalardan kep kalsa, ular texmi kolaylık buldu degen gepte. Biz Qur'aysiz Uygur so'rayverdi, Uygur tushunib qo'yaverdi. Bu bek yaxshi ish bo'ldi. Ondan keyin yalnız bir yak kemek kiyinde, biz meydanda öyle apartman tipi öyle turdu. Özümüz neyim kılıp banklar verip, accountlarını içip, hemsi geçtik verme. Nurgonya'da kegen. 5-6 işte pozdoklar kegen, nemden ülkelerden kegen ve bula maşin haydamaydı, ulayı haydamaydı ki maşini. Şu bulanı maşini vermez, onun kim bir lisans aldığı kadar bulan üretme maşin haydaşını. Bunun bir de bu Amerika'da maşin haydaş gerek bu. Apartman jirakhara hokkasa implamaydı. İşte kom ayağın gülünür mü bulan üretdi. Maşin haydaşını mümkün verip tapşırdı bula egzamin. Hemsini yapıyoruz. Demek bir kelsem de turmuş cihetimi her taraftan kıynalmaydı. Kıynalmaydı. Biz mümkün diye kegendiken yani yine kolum kegen pozdoklarını ben birinci yıllarda profesörle koyup oturdu. Ondan kısane kadar bir jüride ulaya bir makale yazamaydı. Nümen şu otursa ya da yine makalelerin kanç publication kıldı. Benim kegen laboratuvarın hemsi bir yılın içinde bir at least bir makalını yazdınız. Mümkün yaxşı jurnal okudum. Faculty position işte karaydı. Nature publication olsa Amerika'da bir işitti birdi. Harvard mı ya Stanford mı? Publication yok olsa işitti bir şey. Sizden hazırgıçı Science Nature'la aşında yukarı seviyedeki jurnallar ilan kılgan makallarımızdan kançılık var. Adım Nature'da bir birisi oldu da. Yani bir nimem var. Makal adı review bitwadı. Nature'da da. Nature'da. Mümkün yani bir var Nature Genetics'te yani bir o Nature'dan başka jurnal. O yılda oturca kançı makala elan kılsınız? 5-10 Biraz bu profesör tanlaşmanın ait muhimde. Yaxşı profesörün kolu kırsanız, makalası köp çıkıdığan profesörün kolu kelsiniz, sizin o təliyiniz keldi degen gep. Bazı profesörlerin kolu kelsiniz, neticede bir kıtım bir makal çıkıp koyduğu boladı ço. Ondakların kolu kelsiniz, yılın ayağı nemiş kıldı anda kayıt bağandı kim o, nime öğrengeldiğinizden bir netice çıkmagandek bolsa. Hem şöyle akımızdan hazırlık gibiden qaraganda yılda neçe makalası çıkıdı ki hem kelgel hazırgıçı okuyatqanlarmı bir yılda bir makalını çıkarıp keyinki neticelerge uluşuvatıdı, davatıdı. Onda qo'ygandan çokum bu naiti yaxshi bir fursat. Biologiya sohasi qiziqayotgan, ham shu sohada tadqiq qilayotgan qarindoshlarımızdan Shuhrat akamiz bilan aloqa qilishni umid qilamiz. Mümkün nurgun nimle hazır bu training bir programı var. Şu nimler PhD program olsun mu bulan birinci kadar bir 3 ay mı 6 ay mı bulan evde ki şu Amerika'da laboratuvar tipi 5 ayda training sanırım. Şu işte valla olsun mu ben nimden nurgun hazır ben nimde Tayland'ın kız ki 6 aydan ki geldi bulan işte part of PhD program kendi bulan 6 ay evde İstanbul'un Brezilya geldi. Şaka kesime ben Ulanın fundingini siz biremde aşla yüz biremdik. Buruşlar işler birdi, buruşlar enayi işler birdi. Nimuşu PhD programı, nurgun PhD programı var ki, evde, mümkün ben 3 ay, 6 ay kesim bir makal çıkarım. Bu 6 ay makal çıkarmak kıyın da bu yeni ki, bunda koronuşup, bırak
shunday yaxshi proyektlarni qo'yma. Umumqanda chiqib tirishib ashada qilsam bir natija chiqadi. Anashqa kelgandikin bir yilda kelsa bir ikki maqol chiqaramiz. Buni haqiqatan biz mana chet elda o'qiganda bilamiz hamda ba'zi o'qituvchilarning qo'liga kirgan vaqtida shu nima qilganini ko'rsatmaydi-da. Ko'rsatmay o'zing shu o'qib bizning nimalar hech qanday ahvolni tushunib, undan keyin bir temani tanlagandan keyin shunlar shu bo'yicha aytmasam bo'ldi deydiganlar bor-da. Ham sizning gapingiz bo'yicha bo'lgan vaqtida siz o'zingiz ko'rsatib berasiz, ma'mani qil deb ko'rsatmagandan keyin shu bo'yicha qilsam tirishib shu narsani oxirigacha davomlashtirsa bir natija chiqadi. Lekin biz proyektlarni olgandan keyin biz bilimizda bu proyekt 20 yilda qanchalik qilgan bo'ldi, qilgan bo'larmiz, qila olamizmi? Shunda ham proyektlarimiz qo'ygan proyektlar yaxshi ketib boradi. Xabarimiz berilgandan tortib bu yil ichida shu dunyo matbuotida hamisi sizni yoki Russian yoki qozoq deb bizniki identityni shunday e'lon qildida. Hech qanday Uyg'ur degan gap qilinmadi endi. Shunga siz qanday qaraysiz? Men o'zimni Uyg'ur deb bermayman. Men shu meshaga kelib nima intervyu qilganda Uyg'ur deyman. Men o'rs emas. Men meniki pasportim Russia, biroq men o'zim Russian emas deb. Ularga Amerika o'xshashda ham pasport bo'lsa ham Amerikan dedi. Men Uyg'ur deb bermayman. Biroq bular nima ko'rsatganda signal yerini ko'rsatganda nurg'un yerini ko'rsatmaydi. Pasportingiz qarablamsiz Russian deb. Pasporti hozir pasportimga Amerikaniki, meniki Russianiki emas, Amerika. Biroq bular ishdan taqayqdan kelgan dedi. Men shu Moskvada o'qigan, men shu nimdan Sovet Unionida vaqtda kesamsa, Russian deb. Shu yozganda Russian deb, bir-birisidan ko'chirib o'rsga deb. O'rslar bildiğim o'rs emas. Ularda siz to'g'riliq Rossiya taraflaridan xabar berilganda qachon? Nurg'un xabarlar. Ular Russian deb yozdi. Ular Moskvadan ko'chgandan keyin bular o'rs deydi. O'zlari o'rs deb, bo'lmasa o'zlari bildi, buni o'rs. Yetim o'rs emas. Bundan keyin siz to'g'riliq Qozog'iston taraflaridan xabarlar berildimi? Nurg'un deydi, dadam maqomlar biz ko'rdik deydi. Ularda o'ziniki lokal nimada televizyonda ko'rsatdi, Almaqlarda. Onunki Moskvada nurg'un programmalar ko'rsatdi. Onunki shu nimaki BBC deydi, Euronews shu ko'rsatdi. Nurg'un chiqdi deydi. Shu gazetda chiqdi. Qozog'iston munoiti faxrlanib ketgandi. Shunaqa qildi. Nurg'un Uyg'urlar bildi-ku, Uyg'urlar. Shu ishlar bilsin, o'rs emas degan yerlarda. Bundan keyin siz odatda ishdan sirtqa vaqtlaringizda masalan, mayli rus tilidagi bo'lsin yoki Uyg'ur yozig'idagi bo'lsin, Uyg'ur veb-saytlarga kiramsiz. Uyg'ur veb-saytlarga kiramiz, biroq pulni bilmagandan keyin tushunmaymiz-da, nima diskussion qilganda. Biroq bunda general newslarni o'qimiz, rasmlarni o'qimiz. Masalan, o'zini to'liq kiradigan Uyg'ur veb-saytlar qaysi? Bilvalga kiraman. Newslarni qarayman-da, nima bo'ladi. Bununki bizniki shu Olmutniki nimasi bor veb-sayt. U mana news veb-sayt emas, shu nimchi discussion da. Ular shu biroq ular o'rscha yozdi. Uyg'ur. Bilvalnikini kirsangiz tushunaladi ekansiz. O'qisangiz. Hammasini tushunmayman, biroq general asosiy ideyasini tushunmayman. Rasmlarni ko'rsangiz. Rasmlarni ko'raman. Unutgan nima izlayman,
Uyghur müzik tabangan MP3 qayda qanday qilib deb chiqarishni qildi. Ayolni yil berkadi yazdı. Nimek ve manga nimek CD Uygurca naqshlarni. Keyinchi sizniki vaqt chiqqan vaqtda berib, shu vatan taraflarga berib bir ashada o'zimizdagi ideyaga to'g'riliq qilayotgan tadqiqotimiz to'g'riliq bu so'zlar bir xiyollarimiz bor masalan Shinyon universitetida ular taklif qilsangiz yoki siz ham Jumgo'ga berish fursatimiz bo'ldi-da masalan Beijing, Shanxaylarda collaborationlarga. Aşağı bağış siz Ürümchilarga berib. Endi basak nima vatanga bormadi nima. O'zimda ko'rib kelsam hech qachon bo'lmagan. Mumkin ishida nima Uyg'ur societylarda, universitetlarda nima ko'rsam yaxshi bo'lardi. Uyg'ur. You covered it. Bir kirish menish uchun onu kiyib olish kerak ekan. Siz adat kundurmuş narsalarni ko'p tajriba qilgansiz. Biz boshqa kiyimiz, boshqa kiyimlarni kiyamiz. Mümkün ama issiq buni ishchi hozir ko'rsiz. Qarang'i issiq. Issiq ya'ni issiq tutimizda 31 gradus tutimizda bu adamning temperatурasi 37 qilmaymiz-ki. Biroq uni adamning tuxumlari, embriolari bilan nimani issiq turish kerak-da. Issiq uni qarang'ida. Bu nima bu buni temperaturaning ko'rsatib turdi. 37 bo'lsin. Mana menda isib turdi. Shuni isib turdi. Aşkı hemen yani bunun Petriyiş'te embriyodan sağanda ulanın bir yakıp karsak, ya bunun meye karsak hemen nime sık duruş gerekli. 37 derece şu edemden. Eğer o temperatürü tüyerler kesilip kaldı. Şuna da meyde işte klon demiş ya da kuruluz. Ama yakın emine koyumuz embriyona mümkün mıdak ne kısa oldu. Ben kızgın oldu. Bırak bu degen yaman nimmanıp der ya. Mikroskopikde. Tapmak mı test? Bomsam da kolumuzdan strap bunu kılamayısız der bu. Kolumuz nime moment yaman yok nime. Ama onu degen kolumuzun ki nime yedim ançelik olsa bu ayda küçük alamamadı şu çıkıp. Transmit kılıp da şu anlaşkama şu mikroskopik nimde objektlerin biz imkın oldu. Embriyonu biz meyge onu kızımız 37 gradus deydi ısık içi. Eşten içinde embriyonu müşteri içinde saklaysın. Eşten içinde ona onun içinde üstüdü embriyolar. Karanlıkta mümkün bir gaz mixture, special gas mixture kılmızda. Şunun içinde üstüdü. Şöhret Kam'dan bu kıtım neticesini çıkaran asaslı mikroskop bana mı? Yana ayaklar küstü. Special program vardı. Konuldu. Her bir minutta bir 20 gradus tüvençiri beşak programlar var. Neydi? Nime? Çaşkanla bunları da işleyimizde. Çaşkanlarını mı yediştiniz? Onun içinde rekord kısak bulduğunda? Evet, oluyordu. Meydima biz bu nimemizdeki immuno cytochemistry degan mikroskopda bizni qaraymiz har turli antibodylarni Bu sizin okuvcunuz. Bu şu dedim koy Vikas nimden kelgan Indiyadan keldi Brazilga. Bu yerda mana ishlaymiz mana stereo foodda uni ichida stereo qo'limizni solsiz hech mikroskop tushmaydi. Shuni ichida aktivda Kaldırın ayetini çoğunki hem
köpke, birleşkan emas. Bu hazır kirib ketib barmiz, aylanıp Shunday emas, tugaydigan ekan. Umuman laboratoriya her türlü bir solutionlarni hamısını yasayotgan hisoblanadi. Chemicals. Yani nurg'un qarayib ko'rib ayollar. To'xtam. Hammasida bir Space. Yani yetmeydi. Anladınız. Onun neye de şu stem cell laboratuvarıyla bir yerde. Meşhur stem cell konusu. Bu tecrübxana g'ol hücre tecrübesini yaparadigan tecrübe.